3 komponentlik implant bor. Bu gidravlik ishlaydi. Ya'ni knopkalik deb juda internetda mashhur bo'lib ketdi. Knopkani bosamiz, jinsiy holat turadi. Knopkani bosamiz, yotadi. Bu tabiiyroq. Tabiiyroq ko'rinadi. Nimasi bilan tabiiyroq? Partnyorga aytmasangiz, partnyor o'zi dogadatsiya qila olmasligi mumkin. Bir xilgi mana bemorlarimiz keladi, xotiniga aytmagan bo'ladi. Xotinim bilgan yo'q deydi. Mana kecha ham bitta bemor bilan gaplashdim. 1 yil oldin implant o'rnatgan, bizda xotini bilmaydi hali ham. Haligacha bilmaydi. Lekin o'zgarib qolgan, siz dori ichib olyapsiz deb o'ylaydi xotini. Shunaqa deb o'ylaydi. Buni bildirmaslik mumkin. Bu bitta afzalligi. Keyin bir komponentli implant borda, boshqacharoq turi bor. Soddaroq u chi notabiiyroq ko'rinadi. Unda ereksiya saqlanib qoladi. Aloqa qiladi. Aloqadan keyin ham tarangligi turadi. Uni qayirib qo'yiladi. Yo pastga yo yuqoriga qayirib qo'yiladi. Shu moslama o'rgatiladi. Shu noqulayligi shu. Bu zamonaviysi 3 komponentli implantni yotqizib qo'ysa, demak u yotgan holat tabiiy bo'ladi. Turgizsa o'sha turgizib nima qiladi. Buni endi erkaklar o'zi biladi. Xitri yo vannaga kirib chiqqanda turgizib oladi, yo yotgan joyida preludiya fazasida bildirmasdan o'sha moyagini xaltasiga o'rnatilgan bo'ladi. Shu knopkani bosib nima qiladi. U endi erkakning o'zi nimasiga bog'liq. Bu suyuqlik bilan boshqariladigan sistema. Ichida gidravlik bo'lganligi uchun ichida albatta suyuqlik bo'ladi. Shu suyuqlik jinsiy a'zoga o'rnatilgan implantga rezervuardan kelib to'ldiradi. To'ldirgan evaziga turadi. Implantni zo'r jihatlari hamma seksual funksiyalar saqlangan bo'ladi. Xohishimiz oshib ketadi. 5-6 barobar oshadi. Apparat ishlashini tushungandan keyin, odam bilib turgandan keyin bu hech qanaqasiga buni nima deydi, erkak kishini sharmanda qilmagandan keyin qo'pol qilib aytyapmiz. Bilgandan keyin bo'ldi. Bu любой payt ishlashi aniq bo'lgandan keyin odam xohish o'z-o'zidan kuchayadi xohish. Bu ma'lum muddatdan keyin 1 oy, 1,5 oydan keyin tanani bir a'zosidek bo'lib qoladi-da. Tanani bir moslashadi-da. Organizmimiz ham moslashadi shu implantga. Shuning uchun bu tanani bir a'zosi bo'lib qoladi. Bo'shalish, eyakulyatsiya funksiyamiz saqlangan bo'ladi. Faqatgina o'sha mexanik ereksiyaga erisha olmayotganligimiz uchun shu ereksiyani ta'minlab beradi bizga. Taranglik qanaqa bo'ladi? Taranglik o'zi mana shkala borda, Unema degan shkala bor. 5 ta taranglik darajasi bor. O'sha 2-1da o'sha jinsiy aloqa qilish imkoni yo'q. 5 eslang eng anaqa ereksiya. Eng qattiq ereksiya. Mana shu ereksiyani beradi. Shu ereksiyani beradi. Eng qattiq ereksiya, ya'ni qayrilib ketish, nima bo'lmaydi. O'sha qattiq tarang ereksiyani bera oladi. Implant.